Novostroykadan bir xonali xonadon sotuvda eng muhimi kadastrlari, hujjatlari notariusga tayyor va gazi ham bor. Kommunal tarmoqlardan esa umuman muammosi yo'q. 5-A mikrorayonda joylashgan Zamin supermarketning oldidagi 6 qavatli Novostroykaning 2-qavatida deyarli 39 metr kvadratlik bir xonali xonadonimiz sotuvda. Asosiy kirilish eshiklari ko'rishingiz mumkin. Kirib kelish bilan mana shunday kichkina o'zining koridor qismlari ham bo'ladi. Chap tomondan esa bizni umumiy ya'ni asosiy xonamiz boshlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagi turlicha laminat qilingan, remontlarni aboy qilib qo'yilgan, chiroyli holatga keltirib, isitma uchun mo'ljallangan o'zini radiatorlari ham bor. Sifatli romlar bilan ta'minlab qo'yilgan. Lokatsiyasi juda ham zo'r lokatsiya. Koson-Pitakka yaqin, oldida 49-maktab bor va katta yo'lga ham yaqin. Ozgina qaraydigan, mehr beradigan joylari bor. Chiroyli dildan qarab remont qilib qo'ysangiz ham juda ham zo'r holatga keladi. Endi bu tomonda esa asosiy umumiy sanuzillarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana patologlarni ham mana shunaqa chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Oxirgi ko'radigan xonamiz bu bizni oshxonamiz hisoblanadi. Kuxonniy mebel uchun mo'ljallangan mana shunaqa o'zini fartuklarigacha qilib qo'yilgan va oshxonaning o'zini balkon qismlari ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz keyinchalik balkonni o'rab olsangiz ham bo'laveradi. Narxi $24,000. Yana tepasida oz-moz kelishsa bo'ladigan joylari ham bo'ladi. Ma'lumot uchun nominalsiz har doimgidek videoni opisiyatsida yozib qoldiraman.